Albatta bu kishini sharafiga sharaf qo'shadigan narsa. Hech kim, hatto Abu Bakrni ham, hatto Umar ibn Xattobni ham ismi yo'q, magar kimniki bor? Zayd ibn Horisa roziyallohu anhu. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari haqida o'qiyotgan darsimiz bugun 14-si. Bugungi o'qiydigan sahobamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning erkatoyi Zayd ibn Horisa roziyallohu anhu haqida bo'ladi. U o'z ota-onasini oldiga ketishdan ko'ra Muhammad ibn Abdullohning yonida qul bo'lib qolishni ixtiyor qilgan yigitcha. Muhammad alayhisolamning uyida ulg'aygan. Qur'onda ismi zikr qilingan yagona sahoba. Rasulullohning erkatoyi, Rasulullohning suyuklisi sayyidimiz Zayd ibn Horisa roziyallohu anhu. Birodarlar, Qur'onda Alloh taolo sahobalarni maqtagan. Muhammadur Rasululloh vallazina ma'ahu ashiddalal kuffar. Ammo bu sahobalardan faqatgina Zayd roziyallohu anhuning ismi Qur'onda keldi. Albatta bu kishini sharafiga sharaf qo'shadigan narsa. Hech kim, hatto Abu Bakrni ham, hatto Umar ibn Xattobni ham ismi yo'q, magar kimniki bor? Zayd ibn Horisa roziyallohu anhu. Zayd ibn Horisa bo'yi past, bug'doy rang, ehtimol qora edi. Ko'rimsiz bir yigit. Rasulullohning erkatoyi. Alloh taoloning huzurida birodarlar, siz bilan bizni shaklimizni, rangimizni, millatimizni mutlaq ahamiyati yo'q. Oqmi, qorami, uzunmi, pakanami, semizmi, oriqmi? Bu narsalarning Alloh taoloning huzurida qiymati yo'q. Kishining qadr-qiymati Alloh taoloning huzurida iymoni bilan, amali bilan, fe'li bilan. Bundan boshqa o'lchovlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, johiliyat o'lchovlari, bular Rasulullohning oyoqlarining ostida. Rahmat, adolat, xulq, iymon, taqvo mana shu o'lchov. Payg'ambarimiz aytganlar, "Innama bu'istu li utammima makarimal axloq." Albatta men go'zal xulqlarni tamomiga, kamoliga yetkazishlik uchun yuborildim. Zayd ibn Horisani qissasiga quloq solamiz. Su'da binti Salaba o'zini urug'i Banu Ma'anga ziyoratga bormoqchi bo'ldi. O'zini 8 yoshli o'g'li Zaydni ham o'z bilan olib ketdi. Ular o'zlarining yeriga yetib borib, hali joylashmasidan turib, Banu Qayn urug'idan bo'lgan otliqlar ularga hujum qildi, mollarni talashdi, ayol bolalarni asir olishdi, haydab ketib, qul bozorida sotishdi. Mana endi ana shu asir bo'lgan bolalarning ichida Zayd ibn Horisa ham asir olingan edi va u ham qul bozoriga borib sotilib ketdi. Ukkoz bozoriga kelib sotilarkan, Quraysh qabilasidan bo'lgan Hakim ibn Hizom, Qurayshning ulug'laridan, sayyidlaridan bozorga bordi, Zayd ibn Horisani sotib oldi 400 dirhamga. Makka ga qaytib keldi. Hakim ibn Hizom uyga kelsa, uni ziyorat qilgani qarindoshi, ammasi Hadicha bint Huvaylid kelgan edi. Ammasini xursand qilishlik uchun boyaga sotib olingan Zayd ibn Horisani hadiya qildi. Sizni xizmatingizni qilib yursin, mana shu bola sizga dedi. Mana shu paytda Hadicha onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga endi turmushga chiqishlik arafasida turgandilar. Rasulullohga turmushga chiqdilar. Shunday qilib Zayd ibn Horisa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uyida bo'lib qoldi. Hali payg'ambarimizga vahiy kelgani yo'q. Hadicha onamiz payg'ambarimizni xursand qilishligi uchun Zaydni Rasulullohga berib, sizni xizmatingizni qilib yursin deb berdi. Endi Zayd ibn Horisa qul. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarib aytamiz, hali payg'ambar bo'lmaslaridan avval Zaydga xuddi mehmonga bu qilgandek muomalani qildi. Mehr e'tibor bilan, rahm shafqat bilan tarbiyalandi. Endi ota-onasi bolasini qul bo'lib sotilib ketgandan xabari bor, qayerdaligini bilmaydi, har tomondan istashdi. Ammo topisha olmadi.
Kunlar o'tdi. Zayd ibn Horisani qabiladoshlaridan bir jamoa haj qilgani Makkaga keldi va Zaydni ko'rib qolishdi. So'rab surishtirishuvdi, haqiqatan Horisaning o'g'li Zayd ekan. Zayd ibn Horisiga payg'ambarimiz hali payg'ambar bo'lmasdan avval shunday chiroyli muomala qildiki, haligi qabiladoshlari o'zini yurtiga qaytib ketayotganda otasini oldiga, "Otamga aytinglar, men otalarning eng yaxshisini qo'lidaman" dedi. Xo'jayin bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qul bo'lgan Zayd o'zini otasidan yaxshi ko'ryapti. Otalarning eng yaxshisini qo'lidaman dedi. Endi qarang. Bizning zamonimizda quldorlik yo'q. Bizning qo'limizda ishlaydigan ishchilar bor. Shogirdlar bor yoki biz unga bir maosh to'laymiz, do'konimizni yurgizadi. Agar biz haqiqatan Rasulullohga iqtido qiladigan odamlar bo'ladigan bo'lsak, ana shu qo'l ostimizda ishlayotganlar bilan go'zal muomalada bo'lishimiz kerak. Shunday muomala qilaylikki, o'zini otasini yaxshi ko'rganda yaxshi ko'rsin. O'zimiz yegandan yediraylik, kiyganimizdan kiydiraylik. Mana shu islom. O'zini otasidek bo'lingki, sizga foyda keltirishida xuddi farzandingizdek turib bersin. Kamera qo'yasizlar do'koninglarga, kassaning ustiga. Nimaga? O'shini o'g'irlashga majbur qiladigan oilaga berasiz-da. Yetmaydi-da. Agar ozgina avans so'rasa, g'udirib berasiz. Berayotgan oyligingiz bilan bir oyda topayotgan foydangizni taqqoslasangiz, uyalasiz kerak bo'lsa. Mana payg'ambarimiz, bu qul bu, birodarlar, bu buyum bu. Vala saftimidi, balonmidi, bilasada, qo'p qo'ysa turadi, tepsa yiqiladi, shu buyum. Lekin mana shu qulga shunday chiroyli muomala qilyaptiki, otalarning eng yaxshisini qo'lidaman men deb aytayapti. Qul bo'lib turib. Demak, atrofimizdagi kishilar, birodarlar, bizni mehrimizdan, shafqatimizdan, g'amxo'rligimizdan bizni yaxshi ko'rsin. Shunda biz Rasulullohga haqiqiy ergashganlardan bittasi bo'lamiz. Endi islom deganda-chi faqat namoz bilan ro'zani-yu, pocha shimalash bilan soqol qo'yishdi-yu, zakot bilan ro'zani tushunmaylik. Ha, bular ham islom, lekin islomning bir qismi. Birodarlar, xulq. Axloqi shatoq bo'ladigan bo'lsa, namozxonligingizga ham qaramayapti odamlar. Qaramaydi ham-da. Mana Amirul Mo'minin Umar ibn Abdulaziz xalifa bo'lib turganida mehmon keldi. Tunida chiroq pilpillab o'chadigan bo'lib qoldi. Turib tuzatib qo'yish kerak. Xalifa shart turdida o'zi tuzatib qo'yib o'tirdi. Xalifa Ummaviylarning eng qudratli xalifalaridan. Xulofoi Roshidlarning 5-chisi deyiladi. Haligi mehmon o'zini noqulay his qilib, xizmatchiz yarsiz bo'lar edi. Yo bo'lmasa men tuzatib qo'ysam bo'lar edi. Xalifa bo'lib turib qildingiz shu ishni dedi. Xalifaning javobini qarang. Siz mehmonsiz. Mehmonni ishga buyurish yaxshi emas. Endi xizmatchi bolasi uxlab qoldi dedi. Uyg'otishni istamadim. O'tirganimda ham xalifa edim, Umar edim. Turib tuzatib qaytib kelib o'tirganimda ham Umarman. Ana islom birodarlar. Birodarlar, islom muomala dini. Payg'ambarimiz safarga chiqdilar. Hamrohlar bilan to'xtashganidan keyin shu yerda tunash kerak, ovqat qilish kerak. Sahobalardan bittasi men qo'y so'yaman dedi. Bittasi men pishiraman dedi. Rasululloh turib men o'tin terib kelaman dedilar. Rasululloh o'tin terib kelaman deyaptilar. Payg'ambarimiz Badrga chiqib ketayotganida miniladigan ulovni ozligidan bitta ulovni 3 ta odam minish kerak bo'ladi. Rasululloh bilan ulovni minayotgan 2 ta odam, bittasi Ali ibn Abi Talib, bittasi Abu Luboba. Ya Rasululloh, siz minavering, siz ketavering tuyani ustida, biz piyoda ketaveramiz deyishdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Sizlar mendan ko'ra quvvatliroq emassizlar. Undan tashqari menga ham ajr kerak" dedilar. Payg'ambarimiz qulga shunday chiroyli muomala qildiki, otalarning yaxshisini qo'lidaman deb aytayapti. Ular o'zini yurtiga borib, Horisaga aytdi: "Seni o'g'ling Makkada, Qurayshning ichida Muhammad ibn Abdulloh degan odamning qo'lida qul ekan" dedi. Otasi Horisa ukasi Ka'b bilan Makkaga keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni topib, muddaosini aytdi. "Ey Abdul Muttolibning o'g'li, sizlar muborak masjid atrofida istiqomat qiluvchi qavmsizlar. Kelgan ketganlardan yaxshiligingizni ayamaysizlar. Uyingizda yurib yurgan anavi bola meni o'g'lim. Uni anchadan beri qidirib yuruvdik. Shu yerdaligini bilganimizdan keyin siz tomonga shoshildik. Yonimizda bir buncha pul bilan keldik. Shu pulni oling, bolani qaytarib bering." Bolamda kim aytyapsiz? Zaydni. Otasi keldi. Mana aytgan pulini beradi.
bolasi ekan, bolasi uchun har qanday narsaga rozi. Ammo Rasululloh nima dedilar? Nima dedilar? Bu nabaviy axloq, birodarlar. Hali payg'ambar bo'lgani-yu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Unda sizlarga bitta taklifim bor. Qanaqa taklif? Zaydni chaqiramiz dedilar Rasululloh. Ixtiyorni o'ziga beramiz. Agar xohlasa sizlar bilan ketaveradi. Pul kerak emas. Xohlasa men bilan qoladi dedi. Qaysi bola qul bo'lib qolishga rozi bo'ladi? Rasululloh shunday muomala qilganki, ketmaydi-da Zayd. Endi bu Horisa xursandchiligi endi u cheksiz bo'lib ketdi. Chunki bekor gap ketadi bolasi, aniq bo'lib qoldi bekor ketishi. Chaqirishdi, Zayd chiqdi. Rasululloh aytdilar: "Ey Zayd, bu kishilarni taniysanmi?" "Ha, bu kishi otam, bu kishi amakim Ka'b." "Ixtiyor seni qo'lingda" dedi Rasululloh. "Xohlasang ular bilan ket, xohlasang men bilan qol." Zayd o'ylanib ham o'tirmadi. "Siz bilan qolaman" dedi. Otasini esi uchdi boshidan. "Ey bola, nima deyapsan? Qul bo'lib qolasanmi? Otangning oldiga ketishlikdan ko'ra?" Zaydning so'zini qarang. "Men bu insondan boshqalarda bo'lmagan xislatlarni ko'rdim. Uni aslo tark etmayman. Bu kishidan boshqalarni unuttirib yuboradigan narsani ko'rdim. Qul bo'lib qolishga rozi, lekin ota-onasi bilan ketmaydi. Bizni o'zimizni tuqqan farzandlarimiz bilan, o'zimizni pushtimizda bo'lgan farzandlarimiz bilan shunaqa muomala qila olyapmizmi? Yarmini o'sa ham. Yo biz kelganda bezillab turadigan bolalarimiz tezroq turib chiqib ketsa, chiqib ketdi, mana endi bemalol o'tiramiz. Unaqa emasmi? Bu qulga muomala shunaqa. Rasululloh Zaydni o'ziga bo'lgan muhabbatini ko'rdida, Zaydni ham, otasini ham amakisini yetalab Ka'bani oldiga boshlab keldi. Odamlarga eshittirib, "Ey qavm, guvoh bo'linglar, Qurayshliklar, Zayd bugundan boshlab ozod. U meni o'g'lim. Mendan meros oladi, men undan meros olaman." Ozod qildi, o'ziga o'g'il qilib oldi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Endi Horisa o'g'lini ozod bo'lganligini, yaxshi holatda qolganligini ko'rdida, ko'ngli to'q qaytib ketdi. Bu tabanni deyiladi. Bola boqib olishlik. Keyinchalik tabanni islomda mumkin emasligi haqida oyatlar tushdi. Va mana shu kundan ana shu tabannini man qiladigan oyatlar nozil bo'lgunicha Zayd ibn Muhammad deb chaqiriladigan bo'ldi. Ota-onasini unutib yuborishiga sabab bo'ldi Rasulullohning Zaydga qilgan muomalasi. Shuning uchun qo'limizda odam ishlatayotgan bo'lsak, qo'lida davlati bor akalar, do'koningizda turgan odamni oyligiga bir qarab qo'ying. U sizga keltirayotgan foydani necha foizini olyapti u? O'shunda kamerani qo'yishga ham kerak bo'lmaydi. Agar nima qilib qo'ysangiz, xolasa ishlasin, xolamasa yo'q, men esa demayapman domla deydi. Endi qayerga boradi, boshqa ish yo'q-da. Majbur ishlayapti-da. Siz uchun hech narsa emas 1000 so'm, 2000 so'm qo'shib qo'yish. Qo'shib qo'ying-da o'sha oyligiga. Ota-onasi haqqingizga duo qiladi birinchi o'rinda. Zayd ibn Horisa Rasulullohning oldida qolishni ixtiyor qildi. Qanaqa katta baxtga erishganligini hali tasavvur qila olmas edi. Olamlarning sayyidi, rahmatan lil alamin, payg'ambarlarning imomi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni tanlaganligini hali bilmas edi. Hali kelajakda, hali tarixda misli ko'rilmagan ulkan islom adolat mamlakatini ustunlardan bittasiga aylanishligini hali tasavvur qildi. Bu narsalarni Zayd ibn Horisa bilmas edi. Alloh taolo Zayd ibn Horisani erkalatib qo'ydi, birodarlar. Rasulullohning uyida katta bo'ldi. Shuning uchun islomdan boshqa dinni ko'rmadi. Rasululloh ko'z ochib yumguncha ham biron butga sig'ingan emas, shirk keltirgan emas. Endi bu zotning uyida katta bo'lgan Zayd albatta shirkdan uzoq bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning maslahatchisi, qo'shinlarining amiri, u zot yo'q bo'lgan paytda Madinaga vali bo'lishlik martabasiga Zayd ibn Horisa yetishdi. Zayd ibn Horisa iymonga kelgan birinchi kishilardan edi. Ma'lumki, payg'ambarimizga vahiy kelganida birinchi bo'lib Hadicha onamiz iymon keltirdilar. Ortidan Zayd ibn Horisa, Ali ibn Abi Talib. Birinchi 3 ta odam mana shu 3 ta odam deyiladi. Tashqaridan iymon keltirgan birinchi kishi Abu Bakr Siddiq. Nubuvatdan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Horisani o'zining enagasi bo'lgan, Rasulullohning enagasi bo'lgan Ummu Ayman Baraka Habashiyaga nikohlab qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada da'vat qilar ekan, mana 10-yili, nubuvatning 10-yilida Abu Talib va Hadicha onamiz vafot etdi. Shunda Makkada da'vat qilish imkoniyati bo'lmay qoldi. Rasululloh Toifga chiqmoqchi bo'ldilar, Toif ahlini da'vat qilish uchun. Shunda u zot bilan birga chiqqan
hamrohi Zayd ibn Horisa edi. Toifliklar payg'ambarimizga juda bir xunuk muomala qilishdi. U zotni toshbo'ron qilib haydashdi. Muborak tovonlaridan qon oqdi. Zayd Rasulullohni himoya qilar ekan, o'ziga ham tosh tegdi, boshi yorilib qon oqdi. Mana shunday bir qiyin, mashaqqatli kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yonida turgan yagona kishi Zayd ibn Horisa edi. Rasulullohni Zayd ibn Horisa qanchalar yaxshi ko'rganligini eshitdik. Endi Rasululloh ham Zaydni shunday yaxshi ko'rardilar. Rasululloh agar Zayd yo'q bo'lib qolsa so'rab surishtirardi. Kelishiga mushtoq bo'lardi. Kelsa xursand bo'lib kutib olardi. Qanchalar yaxshi ko'rganligini mana Oysha onamiz roziyallohu anhuning so'zidan bilib olsak bo'ladi. Oysha onamiz aytadilar: bir kuni Zayd Madinaga qaytib kelganida Rasululloh mening uyimda edilar. Zayd eshikni taqillatdi. U paytda Rasulullohning muborak yelkalari ochiq o'tirar edilar. Xursand bo'lganlardan shu holda bo'lsa ham yengil kiyimi bilan yugurib chiqib peshvoz chiqdilar. So'ngra quchoqlab ko'rishdilar. Allohga qasam deydi Oysha onamiz. Undan oldin ham, keyin ham Rasulullohni bu holatda ko'rgan emasman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunchalar qattiq yaxshi ko'rganligi sababli Zayd ibn Horisani Zaydul Hubb, Rasulullohning erkatoyi deb qo'yishar edi. Rasulullohning erkatoyi. Zayd ibn Horisani Zaynab binti Jahshga uylanishi va uni taloq qilishi. Umar ibn Usmon al-Jahshi otasidan rivoyat qiladi, u aytadi: Rasululloh Madinaga hijrat qilib keldilar. Zaynab binti Jahsh ham Makka dan Madinaga hijrat qilib kelgan muhojiralardan biri edi. Go'zal ayol edi. Rasululloh uni Zayd ibn Horisaga so'radilar. Zaynab binti Jahsh nasl nasabli, sharafli xonadondan edi. Zayd ibn Horisa quldan chiqqan edi. Zaynab: men unga tegishga rozi bo'lmayman, chunki Qurayshning mavlolaridan bo'lgan bu, dedi. Ammo payg'ambarimiz aytdilar: albatta men uni sizga uylanishiga rozi bo'ldim, dedilar. Endi Zaynab binti Jahsh Rasulullohning bu so'zi bilan Zaydga turmushga chiqdi. Zayd Zaynab bilan yashashni xohlar edi, Zaynab binti Jahsh bilan. Ammo Zaynab binti Jahsh xohlamas edi. Keyin Zaynab binti Jahshni Zayd roziyallohu anhu taloq qildi va taloq qilib iddasi bitganidan keyin payg'ambarimiz Zaynab binti Jahshga uylandilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ta'na toshlarni otadigan dinimizning dushmanlari aytishadi, Muhammad o'zini o'g'lini xotiniga uylanib oldi deyshadi. Bilasizlar, o'g'ilni xotini qaynota uchun mahram. Xotinni qo'yib yuborsa ham o'g'il, bu kelinga uylanib olmaydi qaynota. Mumkin emas. Endi mana shu dinimizning dushmanlari o'zini keliniga uylandi deb payg'ambarimizga malomat toshlar olishadi. Lekin boqib olingan bola hech qachon o'zini pushtidan bo'lgan bolasidaqa bo'lmasligi haqida Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qildi va Zaynab binti Jahshga payg'ambarimizning uylanishligini Alloh taolo buyurdi. Qarang, shu tabanni yo'qligini kimdir o'zini yelkasida kaltayda yeb ko'tarib berishligi kerak edi. O'sha kaltay kimga tegdi? Payg'ambarimizga. Abu Bakr, Umar ibn Xattob shunaqa qilsa bo'lar edi. Yo'q, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotida bo'ldiki, musulmonlar tabanni qilib olingan o'g'il hech qachon o'zingizni pushtingizdan bo'lgan o'g'ildaqa bo'lmasligiga dalil bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Horisani islomdan avval meni o'g'lim degan edi. Endi tabanni oyati tushganidan keyin bu narsa bekor bo'ldi. Ud'uhum li abaihim. Ularni baholangan bolalarni o'zlarini otalarining ismi bilan chaqiringlar. Agar otasini bilmasangiz, unda sizlarning iymondagi birodarlaringlar deb Alloh taolo aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Zaynab binti Jahshga uylanishi. Mana shu masalani ko'ramiz, birodarlar. Astagfirullah. Falamma qada Zaydun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qada minhunna watara wa kana amrullohi maf'ula. Bas qachonki Zayd deyapti Alloh taolo, undan Zaynabdan hojatini ado qilgach, taloq qilgach, biz sizni unga uylantirdik. Rasulullohni Zaynab binti Jahsh uylanishligi Alloh taoloning hukmi bilan bo'ldi. Toki mu'minlarga asrandi bolalari o'z xotinlaridan hojatlarini ado qilishgach, taloq qilishgach, ularning xotinlariga uylanishlarida tanglik bo'lmasligi uchun shunday qildik. Va Allohning amri, irodasi qilinguchi bo'ldi. Demak, payg'ambarimizga tuhmat toshini otayotganlar o'zini keliniga uylandi deb.
o'zini o'g'lini xotiniga uylandi deyotganlar gapi noto'g'ri ekanligi mana shu oyatdan ma'lum bo'ladi. Bizga Alloh aytdimi? Tamom, boshqa hech kim odamning gapini inobatga olmaymiz. Alloh ruxsat berdimi? Mumkin dedimi? Tamom. Alloh taolo davom etadi. Ahzob surasidan bu oyatlar. Astagfirullah. Ma kana alan nabiyyi min harajin fima faradallohu lah. Sunnatullohi fil ladina khalaw min qabl va kana amrullohi qadaran maqdura. Alloh payg'ambarga farz qilgan, ya'ni halol qilgan narsada unga biror tanglik bo'lmas. Bu ilgari o'tgan payg'ambarlar haqidagi Allohning yo'li, qonunidir. Allohning amri, irodasi, taqdiri azaliy bo'ldi. Boholingan bola o'zingizni pushtingizdan bo'lgan bolangizniki bo'lmasligi haqida Alloh aytadi. Astagfirullah. Va ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum zalikum qawlukum bi afwahikum wallohu yaqulul haqqa va huwa yahdis sabil. Va asrandi bolalaringizni o'z bolalaringiz qilgan emasdir. Ya'ni o'zingizni xotiningizdan o'zingiz topgan bolangizdagi bo'lmaydi baholangan bola. Va bu asrandi bolani bola deyishingiz sizlarning og'izlaringizdagi so'zdir. Yolg'iz Alloh haqiqatni aytur va uning o'zi haq hidoyat qilur. Ularni o'z otalari ismi bilan chaqiringlar. Shu Alloh nazdida to'g'riroqdir. Endi agar ularning otalarini bilmasangizlar, u holda ular sizlarning diniy birodarlaringiz va do'stlaringizdir. Alloh taolo aytadi, qilgan xatolaringiz sababli sizlar uchun gunoh yo'qdir. Lekin ko'ngillaringiz bilan qasd qilgan narsadagina gunohkor bo'larsizlar. Alloh mag'firatli, mehribon bo'lgan zotdir. Demak, mana shu uduhum li abaihim oyati tushganidan keyin Zayd ibn Muhammad emas, Zayd ibn Xoris deb chaqiriladigan bo'ldi. Zaynab binti Jahsh onamiz payg'ambarimizga turmushga chiqqandan keyin ummahatul mu'minlardan biri bo'ladi. Hijratning 20-yilida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrigacha yashadi, keyin vafot etdi. Umar ibn Xattob u onamizni janozasini o'qidi. Yana shundan keyin Zayd ibn Muhammad emas, Zayd ibn Xoris deb chaqirishadigan bo'ldi. Zayd ibn Xorisa aytdik, Qur'onda ismi zikr qilingan yagona sahoba. Alloh taolo sahobalarning fazilati, muhojir ansorlarning fazilati haqida oyatlar tushirgan umumiy, lekin ismi faqat Zayd ibn Xorisaniki zikr qilingan. Bas qachonki Zayd undan, Zaynabdan hojatini ado qilgach, taloq qilgach, biz sizni unga uylantirdik. Aqulu qawli hada va astaghfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.